Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga qilib bergan ishlarimiz haqida aytib o'tamiz. Termiz shahrida ko'p obunachilarimiz Termizda umuman ko'chib ketgan, ishlamayapti deganlar uchun men to'g'ri Toshkentga ko'chib ketganman, lekin joyimga shogirdimiz ishlayapti. Abdulloh degan bola bemalol kelaversangiz bo'ladi. Biz qilayotgan xizmatlarni qilib beradi. Agar zapchast kerak bo'lsa, zakaz orqali olib keltirsalaringiz ham bo'ladi. Bu mashinamiz akamiz Rossiyadan kuzatib borar ekanlar. Anchadan buyon o'sha uchun ishlarni qilib berdik. Nomerdagi setka o'rnatib berdik, yaxshisi bo'ladi. 40 ming so'm bo'ladi. Tosh kirmaslik uchun o'rnatiladi. Quflagan oynalar ko'tarilgan blok o'rnatib berdik. 4 oyna tushgan turibdi. Bitta quflaymiz. 4 oyna avtomatik tarzda ko'tarib qo'yadi. Akkumulyator o'lib qolmaydi, o'lib qolmasligiga garantiyalar bor. Blokda ham yaxshisi qo'yilgan, hech qanaqa atkazib qolmaydi. Keyin quflab ochgan payti ovoz o'rnatib berdik. Bu xizmatimiz oyna ko'taradigan 150 ming so'm bo'ladi. Ochganda, yopganda ovoz chiqaradigan qilib berdik. Bu xizmatimiz 200 ming so'm bo'ladi, yaxshisi bo'ladi. Hech qanaqa muammo qolmaydi. 1 yil garantiyasi bor. Quflaganda ovoz chiqadigan narxni aytdim. Avtozapiska o'rnatib berdik. Quflashni bitta bosib, bagaj bosib turamiz. Mashinamiz masofadan o'tolgan turadi. O'tolgan payti gabarit qismi yonib turadi. Bu xizmatimiz alohida 150 ming so'm bo'ladi, program orqali qilinadi, hech qanaqa muammo qolmaydi. Bagaj bosib tursak o'chadi. Qishga juda ham yaxshi. Bir zigzag o'rnatib berganmiz, loy sachratmaslik uchun oqarib ketmaydigani bo'ladi. O'rnatib berish bilan 60 ming so'm bo'ladi. Ochamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, mashinamiz ko'rkini ochib turgan narsa, cruise control tizimini o'rnatib berganmiz. Aksiyaga tushgan hozir, zazorlar hammasi joy-joyida. Mana bu tagiga oqiga ahamiyat qilmaymiz, hali artilmagan to'g'rirog'i. Salfetga yaxshilab artib olish kerak. Cruise control tizimi ishlab turibdi mana chap tomonda. Bu xizmatimiz 590 ming so'm bo'ladi, aksiyaga tushirib qo'yibmiz. Multimedialarni hammasini boshqarsa bo'ladi. O'ng, chap juda ham zo'r ishlaydi. Zazorlar zavodskoga chiqqan. Plafonga led o'rnatib berganmiz, yaxshisi bo'ladi. Kunduz kuni ham yorug' turibdi. 60 ming so'm bo'ladi, o'rnatib berish bilan yaxshisi bo'ladi. O'ziniki mana oddiy bo'lib olib tashlaganmiz. Oyoqlar tagiga led o'rnatib berganmiz. Led o'rnatib berish bilan ikkita oldiga 60 ming so'm bo'ladi. Shunaqa o'rnatib berganmiz. Ko'plarda muammo bo'ladi. Bagaj ochish knopka 2 marta bosamiz. Bagajni ochib qo'yadi. Bagaj birga bir yopiladi. Hech qanaqa yopilmay qolmaydi mana. Birga bir yopildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, sifatli xizmatlarimiz bemalol Termizga kelaversangiz ham bo'ladi. Toshkentda ham bor. Toshkentda o'zim ishlayman. Termizda shogirdim ishlaydi. Ana shu xonaga kelsalaringiz chiroyli qilib o'rnatib beradi. Abdulloh degan bola. Nomerini og'zaki aytib o'taman. 90lik 071 50 70 ekan nomeri. Bemalol telefon qilib kelaversalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Bizdan yiroqlashmaysizlar, yangiliklar hali oldinda.